23-noyabr kuni Humo Arena majmuasida O'zbekistonda ilk bor aralash jang san'atlari MMA bo'yicha yirik xalqaro musobaqa bo'lib o'tadi. GFC Promotion o'zining yubiley 20-turniriga mezbon sifatida aynan Toshkent shahrini tanlab oldi. Bunda tashkil topganiga ko'p vaqt bo'lmagan O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasining tashabbusi ham muhim ahamiyat kasb etgan. 22-noyabr kuni poytaxtimizda GFC 20 turniri tashkilotchilari, faxriy mehmonlar va markaziy jang ishtirokchilari bilan birga matbuot anjumani tashkillashtirildi. Yana bir bor rahmat aytaman. Biz shu taklifimizni qabul qilib, GFC ni 20-chi shu yubileyni musobaqasini, turnirini mana shu Toshkentda o'tkazishga rozi bo'lishganidan. Albatta bu birinchisi, keyingi yilga rejalarimiz o'zimizning yurtimizda zborlar o'tkazish, shu har bir viloyatlarda, har bir viloyatlardan yaxshi sportchilarni yetishtirib chiqarish, kelajakda Xudo xolasa dunyo arenalarida qatnashish. Shubhasiz, aralash jang san'atlarining UFC shafiligida o'tuvchi turnirlardagi mutlaq chempioni rossiyalik Habib Nurmagomedovni GFC 20 turnirining asosiy faxriy mehmoni deyish mumkin. Dastavval men O'zbekiston MMA assotsiatsiyasiga minnatdorchilik bildirib o'tmoqchiman. O'ylashimcha, aralash jang san'atlari dunyoda eng tez ommalashayotgan va yoshlarni eng ko'p o'ziga jalb qilayotgan sport turi hisoblanadi. Bu sport turi qoidalar asosida rivojlanishi uchun kelajakda baribir tashkilot tuzish lozim edi. O'zbekistonlik yoshlar orasida ham bu eng mashhur sport turidir. Yana 4-5 yildan so'ng eng kuchli turnirlarda O'zbekiston sportchilari g'oliblik uchun jang qilishlariga ishonaman. O'z tomonimdan har qanday yordamga tayyorman. Men AQShda mashg'ulot olib borib janglar o'tkazaman va ma'lum tajribaga egaman. Shunday ekan, masalan, nufuzli UFC tashkiloti bilan shartnoma imzolash borasida ham qo'limdan kelgan barcha yordamni ayamayman. GFC Promotion faxriy prezidenti Abdulmannab Nurmagomedov janglar haqida to'xtalib o'tdi. O'zbekiston men uchun juda qadrli. Bu yerda mening qadrdon do'stlarim yashaydi. GFC 20 turniri doirasida o'tadigan janglar orqali biz o'zbekistonlik muxlislar xotirasida ijobiy taassurot qoldirmoqchimiz. Men yuqori darajadagi tashkilotchilik va mehmon do'stlik uchun alohida minnatdorlik bildirishim lozim. Hammasi eng yuksak darajada. Bo'lajak jang oqshomining asosiy qahramonlari rossiyalik Umar Nurmagomedov hamda argentinalik Brian Gonsaleslar bo'lib, ikki sportchi ham matbuot anjumanida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashishgan. Kecha men vazn tashlash mashqlarini o'tkazdim. Endi qisqa vaqt ichida tiklanib olishim kerak. Men O'zbekiston tarixidagi ilk MMA turnirida markaziy jangda ishtirok etayotganimdan juda mamnunman. Umid qilamanki, barchasi ajoyib o'tadi. Men jangga tayyorman. Bu men uchun juda muhim to'qnashuv. Kamar raqibimda, uni olib qo'yish uchun bor imkoniyatlarimni ishga solaman. Muxlislarni qiziqarli janglar kutmoqda. Yana bir bor eslatib o'tamiz, Humo Arenada o'tadigan GFC 20 turniri 23-noyabr kuni soat 18:00 da boshlanadi. Shuni qo'shimcha qilish lozim, janglarda Nursulton Ro'ziboyev, Muzaffar Rajabov va Amin Ergashev kabi o'zbekistonlik sportchilar ham ishtirok etishadi. Bundan tashqari faxriy mehmonlar qatorida Jeff Monson hamda Roy Jones kabi insonlarni uchratish mumkin.